Assalomu alaykum hurmatli muxlislarim. 4 yil oldin shu xonadonga kuyovlarimiz akalari uylangan. O'zbekda baribir qiziq holatlari ko'pda, sinoqda deydi, ishonchli deydi. 4 yil oldin akalari uylangan. Endi mana hozir opa-singil hisobda opa-singil aka-ukaga bitta oilaga xudo xolasa aka nimaga oilani yaxshiligidan, to'g'rimi? Oilada ishonch borligidan, mehrda zo'rligidan mana ikkinchi qizimiz ham xudo xolasa mana ukalariga kelyapti. Bugun Paxtakordamiz xudo xolasa xizmatda bitta baxtli xonadonda baxtli kunida xizmatdamiz. Ukamiz mana bugun svidetl o'zlari xudo xolasa. Aka bitta zo'r tilak bo'lsin do'stimizga. Boshlarimiz baxtli bo'lsin, sog'lik farzandlar bo'lsin. Doimo baxtli ota-onalari sog' salomat yurishaversin inshaalloh. Birinchi o'g'il bo'lsin. Xudo xolasa raddomlarda ham xizmat qilaylik. Shunaqa qilib javlon urib. Kuyovlar baxt tilayman. Kuyovlarimiz bandlar bugun, lekin zo'r oilaga xudo xolasa kelayotgan kelinimiz baxt olib kelsin, baraka olib kelsin. Sizlarga ham shunaqa kunlar nasib qilsin. Akam bilan talashib qoldik-da. Qanaqa? Men baxtliman, men desam, yo'q, men baxtliman deyapti. Qanday siz baxtli bo'lasiz? Men to'ylarda yuraman. Men qayerda yuraman bo'lmasam, hozir hozir bunday 50 kelishdi, ikkimiz ham baxtli ekanmiz hozir akam bilan. Laglarda ayamanglar, Toshxo'rda Mirzoga ham o'tib qo'yinglar. Hamma haqiqatdan ham baxtli biz aka odamlarda. To'ylar bo'laversin doim. Bizning niyatimiz asosan nima aka mana? Bizning niyatimiz doim hamisha yaxshi niyatlarda. Xalqimizda to'y bo'lsin deymiz, to'ylar bo'laversin deymiz. To'y bo'lgandan keyin plan bo'ladi. Gap pulda emas aka, gap uni qanchaligida deydi. Lekin haqiqatdan ham bizning eng yaxshi niyatimiz Xudoga shukr, hammani to'y bo'lsin deymiz. Xudolar uylansin deymiz. Shular bo'lsa keyin biz borib xizmat qilamiz. Haqiqatdan ham yaxshi niyat. Eng baxtli odamlar biz. Ko'rib olinglar. Mana. Eng baxtli odamman. Chunki haqiqatdan ham bolalarda hali eng xursandchilik bu kundagi energetikani tasavvur qilish qiyin. Haqiqatdan ham juda ham hamma baxtli bo'ladi, mana farzand ko'rganda baxtli bo'ladi. O'sha kunida sherik bo'lishlik bu kanishna baxtda akalar. Nima deysiz aka? To'g'ri, bir oy to'yni sog'indim men. Mana birinchi to'yim bugun. Sezonni boshladik. Ro'zadan keyingi birinchi to'yding? Ha, birinchi to'yim. Ukaxonlar harakat qilaverasizlar, grafikim to'lib qolyapti. Keyin aka bandman deb qolsam, xafa bo'lib qo'ymanglar.